Odil Falah kelgan paytda bir ajoyib nuqtani aytganki, u kishi men degan mana shu yurtinglarda degan buncha ulamo chiqishga men juda ko'p bosh qotirdim degan. Mana arab davlatiga borsani, kutubxona qilib qo'yilgan bo'lsa, butun katta kutubxona 3 dan 2 qismi biz yurt ulamolari yozgan kitob. Tushundingmi? Qadimgi o'sha mo'tamad kitoblar hammasi Buxoriy, Samarqandiy, Shoshiy, Toshkent degan Shoshiy. Marg'inoniy, Nasafiy Qarshi. Xorazmiylarning kitobi hammasi. Tushunyapsizlarmi? Butun mo'tamad, e'timod qilinadigan, suyaniladigan kitoblar o'sha bizning yurt ulamolarining kitobi. Nima bu yurtni tuprog'imikin, havosimikin, suvidamikin, men juda bosh qotirdim. Bosh qotirib oxiri topdim buni javobini deyapti. Bilsam ayollarida ekan deyapti. Imom Buxoriyni onasi ko'zi ko'r bolani ertalab ko'chaga olib chiqar ekan. Kim bomdodga ketayotgan bo'lsa qo'shib berar ekan, men bomdodga olib boray deb. Qo'lidan yetaklab ikkita o'g'lini olib Makkaga ilm olishga tashlab kelgan ayol kishi. Tasavvur qiling, tuyada. Agar tuyasi bo'lsa eshikda. Demak, bu yurtni ayollari kuchli bo'lgan. Haqiqatda kuchliligini hozir ham isbotlasa bo'ladi. Hozir o'sha tuyg'u bor, bolasini olim qilaman, boshqa qilaman degan tuyg'u. To'y qilishga o'tib ketib qolgan ayollarimiz. Dunyodagi eng kuchli va eng qimmatbaho to'yni bizning yurt ayollari qilyapti. Bunaqa to'y hech qayerda yo'q. O'sha to'yga to'y qilish, boshqa qilish degan narsani yana ilm bo'lanmi, kelajakda kuchli, zabardast olim qilaman degan narsaga o'zgartirib qo'yilsa, yana yurtimizdan ulamolar yetishib chiqaveradi. Hamma gap ayollarimiz degan. Men bir hikmat keldi, tarjima qilib qo'ydim. Nimaga degan qadimda bobolarimiz buyuk shaxslar bo'lgan deyilganda. Sababi degan. Onalarimiz imizyapganda avvalo Yosin o'qib imizishgan, to Yosin o'qib bo'lishguncha imib bo'lgan. Niyat qilishar ekan. Shu bolam kelajakda katta olim bo'lsin, yo sarkarda bo'lsin, yoki katta tijoratchi bo'lsin, xalqqa foyda tegadigan badavlat saxiy kishi bo'lsin. Qo'yingki, yaxshi niyat, hammasini niyat qilib turib imizlar ekan. Shunga yo olim, yo sarkardalar ham eng kuchligi bizdan chiqqan. Mana, Jaloliddin Manguberdi deymizmi, bu Amir Temurning boshqa hammasi bizdan chiqqan. Keyingi onalarimiz deyapti, tezroq uxlasin deb turib niyat qilib Allah aytadi, faqat uyqusiragan avlod yetishib chiqadi deyapti. Niyatga qarar ekanda, ko'ryapsizlar? Qadimda shu darajada bo'lganki, ovqat qilinayotganda zikr qilib, Qur'on o'qib turib ovqat qilinar ekan. Ha desa, bu sut bo'ladi, sutimni bolamga yemizaman, keyin bolam ilm olim bo'ladi, qori bo'ladi deb turib. Hozir quloqida naushnik bilan ovqat qiladi, muzika eshitib. Shunga hamma yoq qarasangiz bir faqat xonanda boshqa yetishib chiqayotgani sababi shundan. Demak, biz haqiqiy Shayx Hazratga o'xshagan ulamolar yetishib chiqish uchun avvalo ayollarimizni tarbiya qilishimiz kerakligi mana yana ulamolarning tilida yangrayaptiki, u imizishda tahorat bilan imizish, zikr bilan imizish, Allah aytisham bu Alloh qulog'iga kirsin degan ma'noda. Alloh deb Allohga borib nima bo'lgan. Niyatlar faqat shu bo'lgan. Masalan, biz qadimgi uylarni ko'rganmiz, tepasida mana nima terib qo'yiladi, taxtacha. Bir xilda. Masjidlarda bor, qadimiy masjidlarda. Shuni bir kishi aytayapti. Shuni nimaga uylarga shunoq qilingan desa, kitobga o'xshaydi, bilasizlarmi turishi? Yosh bola beshikda yotganda kitobni ko'rsin deylar ekan, faqat. Kitobga muhabbati uyg'onsin deylar ekan. Agar hozirgi payt rivojlanib, unga naqshlar qilsa, xuddi naqshli kitoblar bo'ladi-ku, o'shanga o'xshaydi. Ko'ryapsizlarmi? O'zi binolarimizni qurilishi o'zi shunga qilingan. Mana masalan, Buxoroga borsak, qadimgi masjidlar butun hammasi baland qurilgan. Uylar kichkina. Isitish imkoniyati bo'lmagan, yorug' qilish imkoniyati bo'lmagan, to'g'rimi? Lekin qurilavergan. Nimaga desa, mana bitta inson uydan gunoh qilyapman deb niyat qilib shunday chiqsa, oldidan birinchi minora yo masjidni ko'rsa, darrov orqaga qaytargan. Gunoh qilish niyati qaytargan inson. Bitta azon aytib yuborilsa, azonni shayton eshitmaydigan joygacha qochib ketadi. To ovoz yetib bormaydigan joygacha. Azon yangrab turgan joyda shayton bo'lmaydi. Demak, Imom Buxoriylar yetishib chiqqan muhit shunaqa bo'lgan. Etti gunoh ham bo'lmagan. Azonlar yangragan, shayton ham kira olmagan. Shuning uchun muhaddislar, olimlar, mufassirlar yetishib chiqavergan. Biz yana o'sha ulamolar yurti,
Imom Buxoriylar yurtiga qaytishni o'ylaydigan bo'lsak, yana o'sha taqvoga, yana o'sha tushunchaga, ayollarimizni yana o'sha tushunchaga olib bormaguncha erisha olmaymiz. Faqat moddiy tomonni chiroyli qilib qo'yish bilan yetishib bo'lmaydi bu narsaga. Ruhiy tomonimiz ham bunga javob bera olish kerak. Shundagina Shayx Hazratga o'xshagan avlod, ulamolar yana yurtimizdan yetishib inshaalloh to qiyomatgacha davom etaveradi.